Aka-ukalar, ko'ringlar buni. Ko'ch chiqsa o'tiray, o'zi ishlasa qo'yapti. Daqiqa gapirma. Kuti ittamayku o'yna, bidir qilasanlar. Mana, namozingizda bunda suqmaymizmi? Suquvchi bo'l. Sen 3 ta darma aytlar, nima qilyapsanlar? Ha, yana nimadir boshlayapsanlarmi yo? Voy, qara akam. Ministrlar, sanlar bugunli ish bor, garochi. Tushundingmi? Yana ishmi? Har kuni shakanda, onasining odamlar uyiga minchashyoqda, biza uyimizga ish faqat. Men ham yashamayman, ketdi va ko'chaga o'taman. Ishlamasang, mana ishlamayman. Sanlar, mana shu o'zingni qo'yapsanlar, aka, ha? 2 soat muxlatsanlar, mana shu o'tin chirdakka bo'lsin, garochi. Tushundilaringmi? Nima qilamiz? Nima qilamiz? Sen bilan do'stni olib chiqayliklar. Buncha o'tinni ikki qanday olib chiqamiz? Bo'lmasa ko'maylik. Buncha o'tinni qanday ko'mamiz? 7 yildan beri asrab aylaydi-da. Hamsaniki otaveraylik bo'lmasa. Bo'mdan meros qilgan. O'zi qishga kanzar qo'yib o'tadi. Biz sovuq uyga o'tsak. 3 kunman qishga qolib ketdim ko'chaga. Pullar qo'yganlargami? To'xtanglar, shuni akam aytdi, olib chiqdaylik. Olib chiqamizki. Aka nima qilyapsiz? Uyga o'tdingdan tuchaga nima oldi? Yonusini. Akangizni kutib yetdingiz o'zi. Mayli, men qilaman, bitta rejam bor. Qanaqa reja? Otda blogerga telefon qilaman, bitta o'yinimi bloger. Uyga olib ketdi deymizda, reklama qildirib, kartaga so'qqan olamiz. Men bu ishlarga aralashmayman. Normal bo'ladi. Normal bo'ladi, uyga yo'q edi. Aka, men ketdim uydan. Qaytib yashayman. Bo, sana ukaning orqasidan ket, men o'zim qolib ketay, hammani istayman, qo'lay unalarni deymiz. Nima deganingiz-ku? Men yaxshi kunimga ham, yomon kunimga ham olmaganman. Men ham o'zingizga bo'laman. Do'st, hayot bizni. Aka.